Juju, yaxshimisan? Bormisan? Voy, nima balo yo'q bo'lib ketding? Chimyonga anaqa ko'milgan ekanmi? Сейчас to'xtatur ikkinchi liniya. Allo, o, Sari, какие люди? Dilnoza Mahmudova, qadrli do'stlar. Xo'p, janob hech kimga qanday kelib qolgansiz? Janob hech kim filmiga mana Alisher Uzoqov taklif qilganlar. O'rtog'im ikkalamizni yuringlar bir foydali inson bo'linglar sizlar ham deb kastingga olib borganlar. O'rtog'im ikkalamiz o'sha filmda suratga tushganmiz. O'rtog'im ham Chivin obrazida o'ynaganlar. Undan keyin boshqa filmda o'ynamadilar ular. Assalomu alaykum. Chivin. Ertalabdan turib oldingmi? Ne masxara qo'rasiz oyi? Undan keyingisi biz sizni ko'rib bilgan filmimiz bu super kelinchak. O, super kelinchak tarixi juda ham qiziq bo'lgan. Axborotingiz uchun kelin qaynonani hurmat qilish kerak. Qaynonasini kim hurmat qilmayapti, a? Siz? Super kelinchakka o'sha Chivinni o'ynagan aktrisa o'rtog'im borishlari kerak bo'lgan. Ular kastingga borganlarida rus tilini bilmaganlari sababli menga aytganlarki, shunaqa filmga taklif qilishdi, lekin men rus tilini bilmayman. Yur tarjima qilib turasan, sen ozgina bilasan-ku dedilar. Keyin bordim, tarjimon sifatida borib, kastingdan men o'tib ketdim. Kechir o'rtog'im. Va jodugar kinosi. Jodugar kinosiga Bahrom Yoqubov o'zlari telefon qilib, qizim shunaqa zo'r rol bor, ke o'ynaysan dedilar. Bu Bahrom aka bilan ikkinchi filmimiz edi. Rahmat sizga Davlat aka. Nima uchun? Meni dengizga olib kelganingiz uchun. Jodugar filmida juda ham qiynaldim o'ynashga, chunki suzishni bilmasdim. Kemani o'rtasiga, daryoni o'rtasiga olib borib itarib yuborish kerak edi. Men cho'kishim kerak edi. Ikkita qo'limni yonga ko'tarib cho'ka olmaganman. 10 soat davomida Shu bitta sahna. Bitta sahna. Va oxirida u qayerda olingan? Oxirida birinchi Tashmoriyada oldik 6 soat, o'xshamagandan keyin basseynga ketganmiz. Qolgan 4 soatini basseynda olganmiz. Va uzoqdan cho'k beradigan opa bor-ku, Dilnoza opa emas. U dublyor. Dublyorimiz shu filmda ikkinchi rejissyor bo'lib ishlagan qiz bo'lganlar. Ana. Sizga katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Yana Zebuzar seriali, Kaminaning oilasi seriali yoki Oshiqlar kinosi ko'p kinolarda rol o'ynaganlar. Yana san'atda 14 yildan keyin omadlar tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Dilnozaxon Mahmudova.